qo'limda ushlab turgan rakushka, ichida baliq. Tanganiki turlaridan, ya'ni o'sha Afrikani Tanganiki orolini o'sha orolning ichidagi baliqlardan bittasi Otsalatus gold deydi buni. Nomi Otsalatus degan baliq. Ko'rib turganlarda mana rakushka mana. Mana shuni ichiga inqib oladi bular. O'zi kichkinagina, lekin shunaqangi agressiv bular. Umuman hech kim yaqinlashtirmaydi bu rakushkaning ichiga. Xudo xolisi samkasi ham ichida bo'lishi kerak. Er-xotin bitta rakushkaga kirib olishgan mana hozir. Hozir buni men qo'limga olganim, boshqa akvariumga ko'chirib o'tkazib olmay. Rasa bolalashyapti. Bolalarini yonidagi katta baliqlar yeb qo'yapti. O'shanga hozir buni addenni mana bunaqa katta akvarium ichiga o'zini er-xotin o'zini solib qo'yishamiz. Xudo xolisi o'zligisi boqib, katta qilib ko'paytirishadi. Shu baliqdan ham ko'paytiramiz. Bir rakushkadan chiqqandan keyin video qilib beraman, ko'rasizlar qanaqa baliqligini. Ajoyib lekin bor. Rakushkadan chiqibmiz. Samets, ya'ni o'sha erkagi. Hozir adaptatsiya jarayoni bo'lyapti. Bir pastirib akvariumga solamiz. Rakushkalardan chiqib olib, hayron bo'lib turibmiz. Juda ham bir ajoyib bu g'aroyib baliqlardan bittasi. Ke. Eshitib qolding-a o'zing to'ringdan. Chiroyliligini qaranglar buni, mashalloh. O'zinglardan ko'paygan. Ko'rim ham yo'qotdi. Oqolmishdan.